Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan xalqaro xususiy huquq fanidan navbatdagi leksiya mashg'ulotimizni davom etamiz. Demak, bugungi leksiya mashg'ulotimizning mavzusi xalqaro xususiy huquqda vorislik munosabatlarining kollizyon masalalari mavzusiga bag'ishlanadi. Demak, mazkur mavzu bo'yicha biz qanday masalalarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, avvalambor vorislik huquq sohasida kollizyon masalalar, ya'ni vorislik huquqi o'zi nima? Vorislik huquqi qanday asoslarga ko'ra vujudga keladi? Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining vorislik huquqi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan chet el fuqarolari, chet el fuqaroligi bo'lgan shaxslarning vorislik huquqini tayinlash tartibi haqida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining esa chet elda vorislik huquqi, ya'ni bizni hududimizda fuqarolarni boshqa bir davlatlardagi vorislik huquqi qanday asoslarga ko'ra tayinlanadi va shuningdek oxirida egasiz qolgan mol-mulk haqida ham batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Demak, avvalambor vorislik huquqi o'zi nima? Vorislik huquqi bu demak fuqarolik huquqining institut sifatida vafot etgan shaxsning huquq va majburiyatlari boshqa shaxsga o'tishi bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni tartibga soladi. Ya'ni shaxs vafotidan so'ng uning mol-mulki boshqa bir shaxsga, ya'ni uni yaqinlariga, qarindoshlariga, misol uchun o'g'liga, xotiniga yoki boshqa bir yaqin qarindoshlariga huquqiy vorislik asosida qonuniy tartiblar bilan yo'l qo'ygan holda o'tkazish tartibi hisoblanadi. Demak, umuman aytganda vorislik huquqi haqida mana to'xtalib o'tdik. Shuningdek, vasiyat tushunchasiga ham bir qadar to'xtalib o'tishni joiz deb topamiz. Chunki vasiyat tushunchasi har bitta davlatning fuqarolik qonunchiligida belgilab o'tilgan. Shuningdek, bizda demak O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ham vasiyat tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. Ya'ni bu, ya'ni fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqini vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish irodasi vasiyat deb e'tirof etiladi. Ya'ni tasarruf etish deganda vasiyat huquqi asosida qoldirilgan barcha mol-mulklarni vasiyat egasi bo'lgan shaxs uni tasarruf etadi, ya'ni egalik qilishi, foydalanishi hamda undan bemalol ijaraga berishi, sotishi yoki sotib olish kabi xususiyatlarga shunday mulk huquqini mana shunday egalik kabi huquqlariga ega bo'ladi. Demak, vasiyatnoma shaxsan tuzilishi lozim, ya'ni vasiyat qoldiruvchi shaxsning o'zi tomonidan tuzilishi kerak. Vasiyatnomaning vakil orqali tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu demak, bizning fuqarolik kodeksimizda qat'iy belgilangan norma sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, vorislik huquqining tamoyillari xalqaro xususiy huquqda ikkita asosiy tamoyildan iborat. Birinchisi demak, vasiyat erkinligi. Ya'ni vasiyat qoldiruvchi o'zining xohish irodasiga muvofiq vasiyat qoldiradi. Ya'ni hech kimning tazyiqi ostida yoki boshqa biror bir mana shunday harakatlar ostida vasiyat qoldirmaydi. Ya'ni erkin holatda o'zini xohish irodasiga asosan vasiyat qoldiradi. Ikkinchisi esa oila manfaatlarini muhofaza qilish. Ya'ni vasiyat huquqining asosiy tamoyillari sifatida e'tirof etilgan bu. Demak, vorislik barcha huquq tizimlarida mulkni egallashning alohida usuli sifatida hisoblanadi. Chunki mulkni egallash deganda vorislik, ya'ni vasiyat orqali biror bir vasiyat qoldiruvchiga qoldirayotgan mol-mulkka shaxs o'zi o'sha mulkni egallash huquqiga ega, ya'ni egallash huquqiga ega bo'ladi va uni bemalol tasarruf etishi mumkin hisoblanadi. Shuningdek, vorislik huquqi bo'yicha kollizyon masalalarini tartibga solishda bir nechta qonunchilik hujjatlarini aytib o'tishimiz kerak. Demak, avvalambor har bitta davlatning ichki qonunchilik hujjatlari. Ya'ni bu degani, misol uchun O'zbekiston Respublikasida ichki qonunchilik hujjatlari sifatida avvalambor fuqarolik kodeksini keltirish mumkin yoki oila kodeksini yoki boshqa shu kabi qonunchilik hujjatlarini ichki aktlar yoki qonunchilik hujjatlari sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Ikkinchidan, ko'p tomonlama konvensiyalar. Demak, ko'p tomonlama konvensiyalar sirasiga mana quyida bir nechta misollarni keltirganmiz. Misol uchun, birinchisi vasiyatnoma shakli to'g'risidagi 1961-yil 5-oktyabrda qonun kolliziyasi to'g'risidagi konvensiya. Ya'ni vasiyatnoma shakli deyilganda bu vasiyatnoma albatta yozma shaklda notarius tomonidan tasdiqlangan holatda tuzilishi kerak degan ma'noni bildiradi. Ikkinchidan esa 1973-yil 26-dekabrda Vashingtonda o'tkazilgan diplomatik konferensiyada xalqaro vasiyatnomaning shakli to'g'risidagi ko'p tomonlama konvensiya va shuningdek fuqarolik, oila va jinoiy ishlar bo'yicha 93-yil, ya'ni 1993-yil 22-yanvarda
qabul qilingan MDH konvensiyasi. Ya'ni bu Minsk konvensiyasi deb ataladi. Ya'ni Minsk shahrida, Belorussiyaning Minsk shahrida imzolangan. O'zbekiston Respublikasi ham bevosita bu konvensiyaga a'zo hisoblanadi. Biz avval ham bu konvensiya haqida gaplashganmiz dastlabki mavzularimizda. Mazkur konvensiya bizni xalqaro xususiy huquq doirasidagi bir xillashtirilgan konvensiyalar sifatida e'tirof etiladi va juda muhim ahamiyat kasb etadigan konvensiyalardan biri sanaladi. Demak, keyingi masala bizda bir qancha davlatlarni qonunchilik hujjatlariga havola qilamiz, ya'ni vasiyatnomani tuzilish shakliga ko'ra. Misol uchun, mana ma'lum bir davlatlarning qonunchiligida birgalikdagi vasiyatnomaga ruxsat beradi. Biz mana darsimiz boshida aytib o'tdik, vasiyatnoma demak shaxsdan tuzilishi kerak, ya'ni vasiyat qoldiruvchi shaxsning o'zi tomonidan erkin tuzilishi kerak degan qoidani belgilab o'tgandik. Lekin bu holatlarni istisno qiladigan bir qancha holatlar bor. Misol uchun mana birgalikdagi vasiyatnomaga ham ba'zi davlatlar ruxsat bergan. Aytaylik, mana Germaniya davlati yoki Angliya, AQSh kabi davlatlarda bu holatga ruxsat bergan. Shuningdek, Anglo-Amerika huquqida o'zaro vasiyatnomalar demak bir nechta shaxslarning bir-biriga nisbatan o'zaro majburiyatlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu yerda ham qaysidir ma'noda birgalikdagi vasiyatnomaga yo'l qo'ygan. Ammo mana Fransiyada ko'rib turganimizdek, Fuqarolik kodeksining demak 968-moddasida ham birgalikdagi ham o'zaro vasiyatnomalarni rad qiladi. Ya'ni buni qonun tomonidan cheklab qo'ygan. Ya'ni mumkin emas. Shuningdek, Shveysariya qonunchiligi ham bu masala bo'yicha hech qanday holatlar ko'rsatilmagan, ya'ni birgalikdagi vasiyatnomaga Shveysariya qonunchiligi ham rad etgan, ya'ni bunga yo'l qo'ymaydi. Demak, shu o'rinda kontinental Yevropa mamlakatlarining qonunchiligida vasiyatnomaning bir qancha asosiy shakllari mavjud hisoblanadi. Bu shakllariga asosan 3 ta turi keltirib o'tilgan. Demak, birinchisi shaxsning o'z qo'li bilan tuzgan vasiyatnomasi. Ikkinchisi ommaviy hujjat shaklidagi vasiyatnoma. Uchinchisi esa maxfiy vasiyatnoma. Demak, keyingi slaydlarimizda bularning har bittasiga tegishlicha to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi shaxsning o'z qo'li bilan tuzgan vasiyatnoma. Bu qanday bo'ladi? Demak, ushbu vasiyatnoma boshidan oxirigacha meros qoldiruvchi shaxsning o'zi tomonidan yoziladi, imzolanadi va sanab qo'yiladi. Bu yerda soxta vasiyatnomalarning vujudga kelish ehtimoli kamayadi. Chunki vasiyatnomani shaxsning o'zi shaxsan o'z qo'li bilan yozadi. Shuning uchun ham mashinka yozuvlariga yo'l qo'ymaydi. Vasiyatnomaning ushbu shakli demak tuzilishining soddaligi va vasiyatnomaning sirini saqlash imkoniyatini berish tufayli keng tarqalgan hozirgi kunda ham. Demak, keyingi turi ommaviy hujjat shaklidagi vasiyatnoma. Bu yerda qonunda belgilangan tartibda rasmiy mansabdor shaxs, odatda notarius ishtirokida vasiyatnoma tuziladi. Misol uchun, Fransiyada vasiyatnoma 2 notarius yoki 2 guvoh ishtirokida tuziladi. Bu shaklning asosiy ustuvorligi shundaki, vasiyatnomaning haqqiyligi kafolatlanadi va vasiyatnomaning mazmuni vasiyat qiluvchining irodasiga, ya'ni xohish irodasiga to'liq rioya qilingan holda tuziladi. Demak, keyingi turi bu maxfiy vasiyatnoma. Maxfiy vasiyatnoma vasiyat qiluvchi tomonidan tuzilib imzolanadi va yelimlangan xatchilda, odatda guvohlar ishtirokida notariusga topshiriladi. Demak, bu shakl vasiyatnoma maxfiyligini saqlaydi va bu haqida vasiyatnoma maxfiyligini saqlagan holda, misol uchun Fransiya, Germaniya qonunchiliklarida to'g'ridan to'g'ri aytilgan. Aytaylik, mana Fransiya kodeksining 969 va 1007-moddalari, GFR qonunchiligining esa 2232-paragraflarda bu haqida yetarlicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. O'z navbatida demak O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi ham to'xtalib o'tishni joiz deb topamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida ham maxfiy vasiyatnoma haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Mana ko'rib turganimizdek, demak, bizning qonunchiligimizga ko'ra vasiyat qiluvchining xohishiga ko'ra vasiyatnoma notarius tomonidan uning mazmuni bilan tanishib chiqilmasdan maxfiy tuziladi, ya'ni tasdiqlanadi. Notarius bu haqda tanishib chiqmaydi. Shuning uchun ham bu maxfiyligi mana shu yerda o'z aksini topadi. Ya'ni bu yerda shaxs o'zini vasiyat qoldiruvchi shaxs haqqiy sanalmasligi xavfi ostida o'z qo'li bilan yozadi va uni notarius, ya'ni 2 ta guvoh va notarius ishtirokida xatchilikka saqlab, demak, uni tegishli tartibda rasmiylashtiradi. Shu navbatda demak, O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining vorislik huquqi haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, O'zbekiston Respublikasida
chet el fuqarolarining vorislik huquqi qanday shaklda amalga oshiriladi? Bu yerda bir qancha huquqiy rejim turlari amalga oshiriladi. Ya'ni bulardan birinchisi demak milliy tartib rejimi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida vorislik huquqi doirasida chet el fuqarolariga milliy tartib, ya'ni bu xalqaro xususiy huquqda national treatment ham deb ataladi. Ularga mana shu rejim qo'llaniladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga vasiyat qonunchiligi bo'yicha qanday huquq normalari qo'llansa, demak chet ellik fuqarolarga ham xuddi shunday milliy qonunchilik tartibida demak shu normalar asosida qo'llanishi kerak. Ya'ni bu yerda hech qanday diskriminatsion holatlar bo'lmasligi kerak. Ya'ni sen chet el fuqarosisan, senga boshqacha tartib degan narsa emas. Milliy tartib rejimi mana shu qoidani bizga belgilab beradi. Demak, mol-mulkning merosxo'rlari bo'lganda, ularning huquqlari to'la ravishda O'zbekistonlik fuqarolar huquqiga tenglashtiriladi. Demak, ko'rib turganimizdek, chet el fuqarolari ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kabi teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'ladi. Demak, bizda keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining tegishli moddalari aynan 1197-moddadan 1199-moddalarigacha xalqaro xususiy huquqda vorislik huquqi masalalariga bag'ishlangan hisoblanadi. Bu moddalarda nimalar aks etgan? Demak, birinchi navbatda 1197-moddaga qaraydigan bo'lsak, mazkur moddada vorislikka doir munosabatlar basharti mazkur kodeksning 1198 va 99-moddalarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, demak, meros qoldiruvchi vasiyatnomada o'zi fuqarosi bo'lgan mamlakatning huquqini tanlagan bo'lmasa, demak, meros qoldiruvchi oxirgi doimiy turar joyga ega bo'lgan mamlakatning huquqi bo'yicha belgilanadi. Ya'ni chet elda turib O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'zini vasiyat qoldirayotgan paytda o'zini fuqaroligini aytib o'tgan bo'lmasa vasiyatnomada, bu paytda o'sha shaxs oxirgi doimiy turar joyga ega bo'lgan davlat uni mamlakat huquqi, ya'ni kollizion norma o'sha mamlakatni qonunchiligi bo'yicha belgilab olinadi. Demak, keyingi modda 1198-modda. Bu moddada demak shaxsning vasiyatnoma tuzish, uni bekor qilish layoqati, shuningdek vasiyatnoma va uni bekor qilish bo'yicha hujjatning shakli haqida ketadi. Demak, bu yerda agar meros qoldiruvchi vasiyatnomada o'zi fuqarosi bo'lgan mamlakatning huquqini tanlagan bo'lmasa, hujjat tuzilayotgan paytda meros qoldiruvchi doimiy turar joyga ega bo'lgan mamlakatning huquqi bo'yicha aniqlanadi. Ya'ni bu yerda ham shu holat keltirilgan. Shaxs agar o'zi fuqaroligini belgilamasa, chet elda turib, demak, u oxirgi doimiy turar joyi qayer? Demak, doimiy turar joyi aniqlanadi va o'sha yer uning asosiy mamlakat huquqi sifatida e'tirof etiladi. Demak, bizda keyingi masala 1199-moddaga ko'ra ko'chmas mulkka va davlat reyestrida qayd etilishi lozim bo'lgan mol-mulkka vorislik masalasi qanday hal qilinadi? Demak, ko'chmas mulkka vorislik mazkur mulk joylashgan mamlakat huquqi bo'yicha aniqlanadi. Ya'ni bu xalqaro xususiy huquqda lex resitae tamoyilidan ataladi, ya'ni ashyo joylashgan mamlakat huquqi. Demak, ko'chmas mulk qaysi mamlakat hududida joylashgan bo'lsa, o'sha mamlakatning huquqi bo'yicha barcha kelib chiqqan nizolar va vorislik huquqi masalasi ham shu mamlakat huquqi bo'yicha aniqlanadi. Agar o'sha mulk O'zbekiston Respublikasi davlat reyestridan qayd etilgan bo'lsa, demak, bu mulkka nisbatan vorislik huquqi O'zbekiston Respublikasining huquqi bilan amalga oshiriladi. Ya'ni davlat reyestrida qayd etilgan degani, misol uchun, bu aynan ko'char mulklarga nisbatan aytilgan. Aytaylik, avtotransport vositasi chet elda turgani bilan u agar O'zbekiston Respublikasi hududida reyestrdan o'tgan bo'lsa, unga nisbatan vorislik huquqi masalasi demak O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan belgilanadi. Demak, yana bitta masala bor bu yerda. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elda vorislik huquqi qanday belgilanadi? Demak, bu yerda ham avvalambor taraflar o'rtasidagi o'zrolik prinsipi va xalqaro shartnomalarga e'tirof etiladi. Agar O'zbekiston Respublikasi bilan demak boshqa chet el davlatlari o'rtasida xalqaro doiradagi shartnomalar bo'lsa, o'sha shartnomalar va ikki tomonlama kelishuvlar orqali mazkur masala tegishli tartibda belgilab olinadi va biz yuqorida aytganimizdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ham chet elda milliy tartib rejimi orqali huquq tamoyillari belgilab beriladi. Shuningdek, demak, O'zbekiston Respublikasida 1996-yilda konsullik ustavi qabul qilingan. Mazkur ustavning 35-moddasiga binoan konsulni demak, vorislik masalasida bir qancha vazifalar belgilab o'tilgan. Demak, konsul bevosita O'zbekiston Respublikasi fuqarosining vafotidan so'ng undan qolgan mol-mulkni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Demak, agar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi vaqtincha chet elda bo'lib va u yerda vafot etsa, konsul uning pullari va narsalari, ya'ni uning pul va narsalari konsulga topshiriladi o'sha davlatni tegishli vakolatli shaxslari tomonidan.
Shuningdek, demak, O'zbekiston Respublikasida konsul quyidagi holatlarda shaxsning nomidan ishonchnomasiz vakillik qilish huquqiga ega bo'ladi. Bu endi bevosita o'sha O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida aytib o'tilgan. Demak, vorislik ishlari bo'yicha fuqarolar va yuridik shaxslar hozir bo'lmagan holda. Ikkinchidan, ish yuritishni biror bir shaxsga topshirmagan bo'lganda, boshqa sabablarga ko'ra o'z manfaatlarini himoya qilishga qodir bo'lmaganda. Demak, bu qoidalar mana shu yuqorida sanab o'tilgan 3 ta holatda konsul o'sha shaxsning ishonchnomasiz hujjat asosida vakillik qilish huquqiga ega hisoblanadi. Demak, bizda keyingi masala egasiz qolgan mol-mulk. Bu xalqaro xususiy huquqda juda ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki egasiz qolgan mol-mulk deb topish masalasi qanday bo'ladi? Uni demak, vorislik masalasi qanday hal qilinadi? Bular haqida ham yetarlicha ma'lumotlar aytib o'tishimiz joiz deb topamiz. Chunki shaxs vafotidan so'ng unga tegishli bo'lgan mol-mulkni demak, huquqiy vorislari bo'lmasa yoki o'sha mol-mulk qarovsiz qolib ketgan paytda bu mol-mulklarni egasiz deb topish masalasi bor. Bu demak, O'zbekiston Respublikasi qonunchilik tartibida tegishli normalar bilan belgilangan. Mana ko'rib turganimizdek, mol-mulkni egasiz deb topish tartibi qanday bo'ladi? Demak, avvalambor meros, mol-mulk meros ochilgan joydagi mahalliy davlat hokimiyati organi yoki fuqarolarning o'zini boshqarish organining arizasi bo'yicha, demak, meros ochilgan kundan e'tiboran 3 yil o'tgandan keyin sudning qarori asosida egasiz deb topiladi. Ya'ni shaxs vafotidan so'ng o'sha shaxsga tegishli bo'lgan mol-mulk haqida, demak, 3 yil davomida ariza kelib tushmasa va o'sha mulk sudning qarori asosida egasiz deb topiladi va u birinchi navbatda mahalliy davlat hokimiyat organlariga yoki davlat ixtiyoriga o'tkazilishi mumkin. Demak, meros mol-mulk agar uni qo'riqlash va boshqarish bilan bog'liq xarajatlar uning qiymatidan oshib ketsa, ko'rsatilgan muddat o'tishidan oldin egasiz deb topilishi mumkin. Ya'ni 3 yillik muddat to'liq to'lmasdan oldin ham uni egasiz deb topish mumkin bo'ladi. Bu yerda holat keltirilgan, ya'ni o'sha mulk qo'riqlash va boshqarish bilan bog'liq xarajatlar uning qiymatidan, o'sha mulkning qiymatidan oshib ketadigan bo'lsa, demak, 3 yil to'lmasdan turib ham tegishli vakolatli organlar tomonidan mazkur mulk egasiz deb topilishiga sabab bo'ladi. Demak, talabalar, bugungi mavzumiz yuzasidan ko'rib chiqiladigan asosiy masalalar shulardan iborat edi. Agar sizda mazkur mavzu bo'yicha qiziqarli savollar yoki qandaydir takliflar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi kanallarimizga yoki Telegram tarmoqlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.